Assalomu alaykum hammaga. Shavat Avto kanali obunachisiz do'stlar. Bugun egalardan uyinda haydalmay durib turgan avtomobil do'stlar. Hozir ustini tentlarni olib tashladik. Yana egalar Rossiyada ekan, ikki avtomobildan bostirib ketdi ekanlar. Honda Odyssey degan avtomobil do'stlar. Buni to'g'risi men uncha tushunmayman. Tushunadi insonlar. Biladi bu avtomobilni do'stlar. Kaprizni emas dedi motorni. Motor holati zo'r dedi. Shu yerda ekranda nomer turadi. Bemalol telefonlashib olsangiz bo'ladi. 300 mingdan ko'proq yurgan, holati zo'r. Lyuklar ham bor. 8 mestali avtomobil. Bagaj ham tayyor ekan bunda do'stlar. Rossiya, Qozog'iston, Toshkent qatnayverasizlar. Holatlari zo'r. Avtomat korobka. İçi dim keng ekan lekin bu avtomobilning do'stlar. Samolyotning knopkalarining knopkalari mana. Konditsioner hamma narsalari bor. Monitorlar bor, lyuk bor. 8 mesta. Tepasidan ham konditsioner ham, pechka ham ufli ekan. Xullas, holati zo'r. Kim qiziq bir odam bo'lsa do'stlar, bemalol egasi bilan telefonlashaverasizlar. Holati normalniy. Hozir tentni olib tashladik ustidan. Bu kir holatda turibdi mashina. E'tibor bermaysizlar, bu yuvsat ketadi bu. Kraskasi zo'r teyini. Kir holatda turibdi ekan. Xullas, mashina holati zo'r. 2009-yilda ishlab chiqarilgan. 300 ming kilometrdan oshiqroq yurgan. Narxini keladigan bo'lsak do'stlar, $17 ming narx aytilib turibdi. Ustunda kelishib, savdolashib olsangizlar bo'ladi. Holati yaxshi. Bir qator mo'yka klasslardan to'g'ri haydab ketaverasizlar. Ekranning pastida nomer turadi. Egasining nomeri, pramo ega bilan gaplashib olaverasizlar. 2009-yil Honda Odyssey, $17 ming narxi. Telefonlashib kelishib olaverasizlar. Birdan like-ni bosib videoni shuning avtomobil izlab bilganlarga tashlab qo'yamiz do'stlar.